Endi prava olish uchun 4,5 oy o'qish shart emas. Endi haydovchilik guvohnomasini olish orzu bo'lmaydi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'qish shart emasligi haqida turli videolar tarqalmoqda. Aka, endi prava olish uchun avtomaktabda o'qish shart emasmi? Aslida esa holat qanday? Ushbu masalaga Ichki ishlar axborot xizmati boshlig'i Zoir Yo'ldoshev rasmiy izoh berdi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring, fikringizni izohlarda qoldiring va like bosishni unutmang. 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifali haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qish talab etilmaydi. Xohlagan odam Ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi ma'lumotlar tarqalmoqda. Bu albatta xato. Shundan ham Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan haydovchilarimiz uchun bir muncha yengilliklar yaratildi. Ya'ni 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifadagi milliy haydovchilik guvohnomalarini olish uchun fuqarolar nazariy imtihonlarga mustaqil ravishda tayyorgarlik ko'rishlari mumkinligi belgilandi. Faqatgina majburiy dars soatlarini amaliy mashg'ulotlarda olishlari lozim bo'ladi. Qolaversa, moped va skuter haydovchilari uchun yaxshi imkoniyat yaratilib, ular uchun 2026-yil 1-yanvardan boshlab A1 kichik toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. A, B, C, D singari haydovchilik guvohnomalari istalgan agar sizda bo'lgan taqdirda siz A1 toifaga o'qimasdan to'g'ridan-to'g'ri moped va skuterlarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Yana ham yengil tomoni, boshqa toifalarni olish uchun 20 ta savoldan 18 tasiga nazariy imtihonlarda to'g'ri javob berish kerak bo'lsa, A1 toifasini olish uchun nazariy imtihonda 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob bersangiz imtihondan o'tgan hisoblanasiz. Mana shu kabi yengilliklar Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan amaliyotga joriy etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng to'g'ri ma'lumotlarni rasmiy sahifalarimizda kuzatib boring. Aka, endi prava olish uchun avtomaktabda o'qish shart emasmi? Xalqimiz orasida avtomaktabda o'qimasdan turib prava olish mumkin degan gap so'zlar keng tarqalmoqda. Shu savollarga javob olish uchun bugun Andijon viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot kotibi Abdumajid aka Ramjonovni taklif qilganmiz. Xudo xolasa fuqarolarimizga yanada qulaylik, yengillik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabr kuni 676-sonli qarori tasdiqlandi. 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun faqatgina nazariy o'qishlarni uyda og'zaki mustaqil ravishda tayyorlanib imtihonlarga borishi, ya'ni bunda xalqimiz orasida ko'plab noto'g'ri ma'lumotlar tarqaldi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ya'ni avtomaktablarda o'qimasdan turib bu turdagi haydovchilik guvohnomasini olish mumkinmi degan savollar ham kelib tushyapti. Yo'q, albatta A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun albatta avtomaktablarda o'qishi shart bo'ladi. Faqatgina nazariy o'qishlarga o'zlari og'zaki ravishda, ya'ni onlayn yoki offlayn tarzda uyda og'zaki ravishda tayyorlanib, ushbu amaliy hamda nazariy imtihonlardan o'tgandan keyin u A yoki B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish huquqiga ega bo'ladi. 1-fevralda o'qisam osonroqmikin yoki hozir o'qiymikin degan savollar ham bo'lyapti. Haligi ikkilanishlar bo'lyapti. 1-fevraldan faqatgina shu nazariy imtihonlarni mustaqil ravishda tayyorlanib, imtihon markaziga borish mumkin deyilgan, lekin ungacha bo'lgan davrda hozirgi misol uchun paytda avtomaktab, ya'ni B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz, haydovchilikka nomzod fuqarolarimiz albatta o'zi xohlagan avtomaktabga borib ro'yxatdan o'tib, hozirgi kunda nazariy, amaliy mashg'ulotlarga borishi shart. 1-fevraldan faqat nazariy o'quv mashg'ulotiga xohlasa boradi, xohlasa uyda o'zi tayyorlanib, mustaqil ravishda tayyor bo'lgandan keyin bemalol borib imtihon topshirishi mumkin. Hurmatli andijonliklar, mana o'zingizlar eshitdinglar, hech qanaqangi avtomaktabda o'qimasdan turib prava olish imkoniyati umuman yo'q. Agar sizlarga prava olishni 100% kafolat etadigan avtomaktab topdim desam, o'qigan bo'larmidinglar? Yuksak mahorat avtomaktabi sizni 100% prava olishingizni va mahoratli haydovchi bo'lishingizni ta'minlaydi. Quyidagi raqamlar orqali o'z joyingizni band qiling.